Assalomu alaykum hurmatli ahli Instagram, ahli Samarqand. Sizlar uchun Novostroyka 5 qavatli binoning birinchi qavatda joylashgan 67 kvadratli xonamiz sotuvga chiqdi. 2 xonalik xonamiz hozir birinchi obzorni boshlaymiz. Arenderimiz Vokzal Kishmishka 49-maktab desak ham bo'ladi. Konstantin Gastinsani shunday yonginasida, xudo xolasa 5-etajning birinchi qavatda joylashgan. Mana shunaqangi kattagina xonamiz, lyustrasi, pardasi, konditsioner va dahshatdan qilgan. Mana shu zalni o'zi juda ham bahaybat. Bu birinchi xonamiz. Mana bu ikkinchi xonamiz. O'zi mana shu piri qo'shqadan shunday kiraverishda, mana shu yer o'zi 4 burchak juda ham chiroyli. Ana endi spalnini ko'rsataman sizlarga. Spalni ham shunaqa aboy qilingan, juda ham chiroyli, trezasi bor, lyustra bor, fason dahshat qilgan, parketan qilingan. Ana endi ayollarimiz yaxshi ko'radigan kuxnini sizlarga ko'rsataman. Eshiklarimiz NDF bo'lgan. Duxontirni katyolimiz turibdi, batareyasi bor. Gaz plita, vitishka, mana shu mebel texnikasi hamma narsasi bor. Bitta xolodilnik qilib qo'ysalaringiz bo'ladi. Trezasi ham bor. Qarochi ana endi sizlarga sanuzelni ko'rsataman. Sanuzelni o'zi vaqti dahshat, juda ham katta. 30-45 kafel zo'ridan qilgan, vanna, rakovina, unitaz, batareyasi ham bor. Xuddi hovlilarnikiday bo'yi ham baland. Bu o'zi ham kattagina. Men pastda nomer qoldiraman, srochni aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, $60 ming, yana ozgina savdosi ham bor. Men sizlarga 67 kvadratli xonamizni 60 ming atrofida deyapman, yana savdosi ham bor.